Mani kichkintoylarim, biz ham uyat bo'ladi endi. Bular nima derkinman, ho'kizoylarim deymanmi? Tirikmi o'zi bular? Da bularni hammasi tirik. Ko'rib turgan bu krabiylar dunyodagi eng mashhur va eng qimmat krablardan hisoblanadi. Bunda o'shab turibman, orqadan qo'lini o'tkazib, qo'lim mushovyapti. Bu krabni vatani Kamchatka bo'lib, krablarning qiroli hisoblanadi. Oyoqlarini yoyganda 2 metrgacha yoyilishi mumkin. Buni tabiatga ham eng foydali tomoni dengiz tubidagi zarar kunandalarni ham tozalaydi. Kiyimimdan o'sha rosa tortyapti, suvga soldyaptimi? Rosa ham ushlash qiyin ekan, tikonli ekan, mana qo'limga ham o'tib ketdi tikonlar. Uyg'oninglar, uyg'oninglar. Qushbaqalarimiz juda ham urushqoq hisoblanadi. Bir-biri bilan urushganda qo'llarini uzib olishadi, uzilgan qo'lidan yangi qo'l o'sib chiqadi. Qushbaqalarni boshqa dengiz jonzotlaridan farqi, bularning qoni qizil emas, ko'k bo'ladi, chunki qonida mis moddasi bo'ladi. Bularni odatda tiriklayin suvga solib pishirishadi, pishgandan keyin qip-qizil holatga kelib qolishadi. Numanga qolsa tiriklayin suvga solib qiynamasdan o'lgandan keyin pishirib yesa ham bo'laveradi. Okeanda muzdek suvda yashashga odatlangan, shuning uchun kislorod qo'yilib, mana bunaqa muzdek suvlarda boqiladi bular. Ehtiyot bo'lib, suzib yuringlar. Sizchi qismlar haqida qanaqa ma'lumotlarni bilasiz? Kommentariyaga yozib keting.